O'zbekiston xalq shoirasi Zulfiya Isroilova 1915-yil 1-marta tavallud topgan. U 1934-yil Xotin-qizlar pedagogika bilim yurtini tugatgach, O'zbekiston Fanlar qo'mitasi qoshidagi Til va adabiyot instituti aspiranturasiga o'qishga kirgan. Shoira keyinchalik Yoshlar va o'smirlar adabiyoti nashriyotida muharrir, O'zbekiston davlat nashriyotida bo'lim mudiri, O'zbekiston Xotin-qizlari hozirgi Soda jurnalida bo'lim mudiri hamda bosh muharrir lavozimida ishlagan. Uning ilk she'ri 1931-yil Ishchi gazetasida bosilgan. Dastlab 1932-yil Hayot varaqalari she'ri to'plamlari nashr etilgan. Shundan keyin uning Temuroy, She'rlar, Qizlar qo'shig'i she'riy kitoblari e'lon qilingan. Zulfiya she'riy ijodining portlashi uni Farhod der edilar, Hijron kunlarida va Hulkar to'plamlari bilan bog'liq. Turmush o'rtog'i Hamid Olimjonning bevaqt vafotidan keyin yozilgan ruhiy silsilalar va qalb iztiroblari bilan to'la she'rlari Zulfiya ijodida jiddiy o'zgarishlar sodir bo'lganidan darak beradi. U shaxsiy fojiasi tasviri orqali Ikkinchi jahon urushidan katta talafot va yo'qotishlar bilan chiqqan xalqning dard va alamlari ifodalaydi. Zulfiya hayotining muhim bir qismini Hamid Olimjonning adabiy merosini o'rganish va nashr etish ishiga bag'ishladi. Ana shu jarayonning uzviy qismi sifatida u shoirning Semurug' yoki Parizod va Bunyod dastoni asosida qo'g'irchoq teatri uchun Semurug' piyesasi hamda Zaynab va Omon opera librettosini yozdi. Zulfiya 1996-yil 1-avgustda olamdan o'tdi. Atoqli shoiraning madaniyatimiz taraqqiyotidagi katta xizmatlari e'tiborga olinib, Zulfiya nomidagi davlat mukofoti ta'sis etildi. Toshkentdagi ko'chalardan biriga uning nomi berilgan.